Endi dars jadvali yasashni ko'rib chiqamiz. Buning uchun dars jadvali bo'limi ustiga bosamiz va bu yerdan dars jadvali ma'lumotlarni qo'shamiz. Buning uchun yuqorida dars jadvalini qo'yish degan tugma bor, ustiga bosamiz. Va bizda ikkita oyna ochiladi. Chap tarafdagi oynadan biz xonalar va soatlar kesimida qaysi sinfga qaysi o'qituvchi qo'yilganligini ko'rib tura olamiz. Bu bir xonaga bir nechta o'qituvchini biriktirib qo'yish yoki bir o'qituvchiga bir vaqtni o'zida bir nechta fanni biriktirib qo'yishni oldini oladi. Bu yerdan biz qaysi kunga dars jadvali qo'yayotganimizni tanlaymiz. Dushanba bo'lsa dushanba, seshanba bo'lsa seshanba. Va chap tarafdagi oynadagi ma'lumotlar aynan mana shu hafta kunini tanlashimizga qarab ma'lumotlari o'zgaradi. Xo'p, dushanba kuniga qo'shib ko'ramiz. Yana bir bor misol tariqasida qo'shish ustiga bosamiz, sinfni tanlaymiz. Masalan, 3-sinfni tanlasak, bu yerga shu sinfga tegishli belgilar kelib chiqadi. Ya'ni 3A sinf fanni tanlaymiz. Misol tariqasida matematika. O'qituvchi hozircha bizda bir dona, shuning uchun shuni qo'shib turamiz. Keyin xonani tanlaymiz. Misol tariqasida fizika xonasi bo'la qolsin. Va soat tanlaymiz. Masalan, 6-soat. Va qo'shishni bosamiz. Mana bu yerga qo'shildi. Dushanba kuniga 6-soatga fizika xonasi, 3A sinf matematika, Abdullayev Shoruxxos hammasiga bitta o'qituvchi biriktirilyapti. Sababi hozir bizda bir dona o'qituvchi borligi uchun. Kerak bo'lmasa o'chirib tashlaymiz yoki tahrirlashimiz mumkin. Va hammasi amalga oshirilgach qo'shish tugmasini bosadigan bo'lsak, bizga dushanba kuniga 3A sinfga mana 3A sinfga fizika xonasiga matematika fani qo'shildi. Dushanba kuni 6-soat uchun. Xuddi shu tarzda qaysi xonaga qaysi soatga dars kerak bo'ladigan bo'lsa va hafta kunini tanlab qo'shishda davom etaveramiz. Va qo'shib chiqgach qo'shish tugmasini bossak, bu yerda barcha fan ma'lumotlari saqlangan bo'ladi. Agar bizga bu ma'lumotlar Excel ko'rinishida kerak bo'ladigan bo'lsa, eksport tugmasini bosamiz, bizga eksport qilib beradi. Va buni ochib olsak bo'ladi. Bu yerda Excel ko'rinishida shu dars jadvali ma'lumotlarni olib, chop etib biror yerga ilinadigan bo'lsa, ildirib qo'ysak bo'ladi. Yoki dars jadvalini kattaroq ko'rinishini xohlasalaringiz, mana bu tugmani ustiga bosasiz va to'liq ekranga barcha dars jadval ma'lumotlari ko'rinadi.